Assalomu alaykum rahmatli kuzatuvchilari. Yana bir mijozimizga turlar zallariga va kiraverishga, bir xo'shga koridorlariga buni plastida qildik. Bu joyga bizani yangi ish boshlaganimizda plastid qo'yganmiz. Hozir buni kolonna oynalariga mana 3 ta kolonna oynaga turetskiy plastiddan qo'ydik. Quyoshdan juda ham qattiq ushladi. Mana bugun o'zlari aytishyapti, kecha bitta chala bor, chalan to'g'rilagan tushsam aytishyapti, aka quyosh shunaqa chiroyli ushlayapti, deyapti. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, Romshu Shuhronga murojaat qiling. Musofir degan do'stlarimiz ham murojaat qilishlari mumkin. Juda ham sifatli, o'zingizga bo'lishni shart emas. Bu yerdagi ukamiz ham o'ziga yo'q. Shu biz kelib o'zimiz ishimizni qilib ketaveramiz. Kimgadir shunaqa plastidlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishi mumkin. Bu uy kimdir eslayotgan bo'lsa, oldinroq bir obzor qilganman. O'sha xonadon juda ham chiroyli xonadon. Romshu Shuhronga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.